Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana navbatdagi ishlarimizni yakunladik. High-tech usulda bo'lgan eshiklarimiz, ochilish qismlari uslinli balkon profildan bo'lgan. Hop, bu ishimiz 18 million so'mga bo'ldi. Oynaklari 2 qavat oq oynak bo'ldi. Hop, yana ichkarida ham hozir romlarimiz bor. Bir qator ko'rsatib o'tamiz qolganini ham. Bu yerda ikkita 170 ga 120 romimiz bor. Bu ham 2 qavat oynak padagonilari bilan. Hop, keyin ichkarida hammom eshiklarimiz bor. Bitta hammom eshigimiz. Bu yerda bitta portichka qilib berganmiz. O'rtasini перегородка qilib, akfani o'zidan to'sib berganmiz, chiroyli qilib. Sifatli, akkuratni chiqadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.